Tom yozsang vodiyli ustalar bilan yop. Bo'lmasa yopma. Assalomu alaykum biz kuzatib boruvchi obunachi akalarimiz. Biz Samarqand viloyatidamiz. Xudo xolasa bu yerda 20 metr uzunligi 300 metr joyda obyektning tomini qismini olganmiz mana. Xudo xolasa pastda steshkalar harakat. Bu yog'i devorlari tayyor bo'lyapti. Bu yerda ustakalarimiz ishni boshlagan. Xudo xolasa taka to'pga jarayoni. Xudo xolasa bu videoni shunaqa katta sklat angar quraman degan akalarga jo'natib qo'yinglar. Bu fermamiz 6 ga 6 profildan bo'lyapti. Xudo xolasa Go'startdan o'tmaydi bu vodiylar firmalari deganlar uchun buni jo'natib qo'yamiz akalar. Xudo xolasa bu firmamiz Go'startga ham javob beradi, 1,5 metr, 2 metr qorga ham javob beradi xudo xolasa. Ko'rishinglar mumkin. Ustakalarimiz ishga baho berib qo'yasiz. Ustaka, charchamang. Ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa tez orada bu obyektimizni to'liq bitgan qismini ham albatta joylaymiz. Kanalda mehmonlar obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bu videoni maksimal tarqatamiz. E'tibor uchun rahmat. Bizga obuna bo'lib qo'ying. Biz eng yaxshisi bizda.